alaykum qadrli o'quvchilar. Ingliz tili kursimizdagi 3-video darsiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda biz birinchi mavzuyimizda qisqacha sizlar bilan gaplashib o'tgan to be mavzusi hisoblanadi. Shunda bugungi mavzumizni boshlaymiz va bugungi mavzumiz to be hisoblanadi. To be grammatikadagi eng boshlang'ich mavzulardan biri bo'lib, juda ham muhim ahamiyatga ega. Biz to be ni aytib o'tgandik, o'zbek tilida tarjima qiladigan bo'lsak, bo'lmoq degan ma'noni anglatadi. Bo'lmoq. Va bizda bilasiz, bir necha subject pronounslar mavjud edi. Va ular bizda I, he, she, it, we, you hamda they. Va ushbu pronounlar, ya'ni olmoshlardan keyin biz to be fe'lini ishlatardik. Yana bir marotaba eslatib o'taman. I dan keyin am, he, she, it pronounlardan keyin esa is. To be fe'lini birgalikda ishlatardik. Xo'sh, we, you hamda they pronounlari bilan esa are to be fe'lini ishlatardik. Va to be fe'lida hozir sizlar bilan birgalikda bir necha misollar ko'rib o'tamiz. I, masalan, men kimman? Masalan, I am a student. Men o'quvchiman yoki he is a dentist. U tish shifokori. She is a doctor. U doktor. Yoki we are friends. Bizlar do'stlarmiz. Va to be fe'li va to be mavzusi asosan bizlarda aynan shunga o'xshash holatlarga nisbatan ishlatiladi. Va bizlarda bundan tashqari negativ holatlar ham mavjud. Negativ holatlar qanday bo'ladi? Bizda asosan har bitta negativ holatda not qo'shimchasi qo'shish orqali yasaladi. Masalan, I am bo'ladigan bo'lsa, I am not. He is, she is yoki it is dan keyin it is not. Masalan, I am not a student. Men o'quvchi emasman yoki I am not a driver. Men haydovchi emasman. Va bu yerda ham are dan keyin not qo'shimchasi ishlatiladi. Va bizda ingliz tilida odatiy speechimizda, ya'ni gapirayotgan paytimizda I am not yoki she is not deb uzun qilib aytib o'tirmasdan, bizda qisqa holatda ularni qisqartirib aytish imkoniyati ham mavjud. Va bizda am not va bizda am not qisqartmasi amga o'zgaradi. Va bizda are not esa aren't ga o'zgartiramiz. Aren't apostrophe s and t va xuddi shunday bizda is not ham isn't ga o'zgaradi. Va ushbu qisqartirishlar edi. Va bundan tashqari bizda I am, he is, she is yoki we are, you are, they are larni ham hattoki qisqartirish mumkin. Mana masalan, bizda I am so'zini biz I am deb qisqartirib yozishimiz mumkin. Va bundan tashqari he is so'zini biz his deb qisqartirib yozishimiz mumkin. Va shu joyda eslatib o'tmoqchiman, I so'zi gapning o'rtasida kelsa ham, gapning oxirida kelsa ham har doim katta harfda yoziladi. Bundan tashqari bizda she is ham xuddi shunday o'zgaradi. She is, it is ham xuddi shunday holatda o'zgaradi. It is bizda it is
o'zgaradi yoki bizda you are so'zi o'zgaradi you are ga yoki we are so'zi we are ga o'zgarishi mumkin. Yoki they are so'zi bizda their ga o'zgarishi mumkin. Bunday holatda ushbu taraf ham birdek to'g'ri deb qabul qilinadi va bizda qisqartmalar asosan bizni odatiy gaplashayotganimizda qisqartmalardan foydalanib gapirishimiz mumkin. Lekin insholar yozayotganimizda bizga asosan to'liq holatda qisqartirmasdan yozish maslahat beriladi. Xo'sh, unday bo'lsa sizlar bilan darslarimizni davom ettiramiz va bizda hozircha biz oddiy holatni, negativ holatni ko'rib chiqdik sizlar bilan birgalikda. Xo'sh, endi kelinglar sizlar bilan so'roq holatlari, ya'ni so'roq gaplarda to be qanaqa kelishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Aslida so'roq holatda kelishi juda ham oson. Shunchaki biz pronounlarni to be verblar bilan joyini almashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bizda I am keladigan bo'lsa, bizda shunchaki oddiygina am I ga o'zgaradi xolos. Bu yerda gap oxirigacha yakunlanadi va so'roq belgisi qo'yiladi. Masalan, yoki bundan tashqari bizda he is bo'ladigan bo'lsa, is he deb yoziladi. Ko'ryapsizmi, shunchaki to be verb bilan subject pronounning joyi almashmoqda. Va birgalikda shu bilan bizga she is mavjud. She is bu yerda bizda is she bo'lib keladi. Undan so'ng bizda it is mavjud. It is bizda is it ga o'zgaradi va bizda we are mavjud va ushbu so'z are we ga o'zgaradi va bizda bundan tashqari they are mavjud va they are bizda are they ga o'zgaradi. Va yana bir holat you are bizda are you ga o'zgaradi so'roq holatida kelganda. Aziz o'rtoqlar, ushbu bugungi to be bo'yicha bizda barcha hozirgi ma'lumotlar shulardan iborat edi va bizda kelayotgan ushbu mavzularda sizlar bilan birgalikda to be mavzusini aslida grammatikada present continuous, present simple va boshqa zamonlarda va boshqa holatlarda asosiy funksiyalarni va eng asosan bizga nima uchun kerakligini va nima uchun ishlatilishini sizlar bilan birgalikda yanada chuqurroq o'rganib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. 3-darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.